narsani Nara opani videosida ko'rdim. Nara opa doim kechki payt ishtahamni juda ham qitiqlaydi. Xullas, bu narsani tunda ko'rib, ta'mi qanaqaligiga juda ham qiziqib uxla olmadim va nihoyat uni topdim. Pomidorli konfet, ya'ni tomato candy. Qaranglar. Va nihoyat men ham topdim. Ta'miga juda ham qiziqyapman, qanaqa bo'lar ekan. Buni mukbang qilaman, video qilaman deb yegilarim kelib ketdi, lekin hali ochganim yo'q. Endi yeb ko'raman. Haqiqiy odzivini aytaman keyin. O'zi Koreyadagilar pomidorni meva sifatida ko'radi, meva sifatida sotadi. Erjon ham menga bir dunyo pomidor sotib olibdi. Qiziq, nimaga bunchalik ko'p pomidor sotib olgan? Yemaydi-yu, tuzga botirib yesa-yu, ishonardim. U olib keldi, qo'lda qirg'ich bor-ku, o'shada qirg'ichdan sokini chiqardi va unga shakar qo'shib ichdi. Menga ko'tarib kelyapti. Ichib ko'r, juda ham mazali. Ichib ko'rsam, ta'mi normal, lekin baribir tuz bilan ichgan boshqacha. Xo'sh, ko'rinishi oddiy konfet. Paqqa ochmoqchi edim, ochilmadi. O'rtoqlar, ta'mi g'alati. Yoqayaptimi, yoqmayaptimi, o'zim ham tushunmayapman. Lekin yoqmasa chiqarib yuborardim. Og'zimda turibdi hali ham. Demak yoqayapti. Qandaydir pomidorni ta'mi kelyapti. Erim qilib bergan shakarli, sokli pomidorni ta'mi kelyapti. Men yaxshi ko'rib qoldim. Yeb ko'ringlar. Qiziqarli.